Sizlarga bitta sirni aytaman aziz do'stlar. Bilasizlarmi? Juda ko'pchilik so'raydi-da mana shu assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Xayolim kechirim berish narsaga aylanyapti. Juda ko'pchilik aytadi, sizga mazza deydi. Boshqa tashvish yo'q deydi. Bola chaqangizni boqaman demaysiz, ishlab pul topaman demaysiz, mazza deydi-da. Aziz do'stlar, mazzaga kelish uchun o'sha etaplardan birma-bir o'tish kerak ekan. Shu etaplardan o'tganman vaqtida men ham. Meni ham 3 ta farzandim bor misol uchun. Eng asosiysi bitta narsani tushunganman. Hayotni sevib yashash. Qiyinchiliklar hammada bor. Men sizga aytmayman, hozir mana misol uchun kechada meni miyam qaynab ketdi. Hali akademiyam turibdi, oxirgi bosqichi. Vojdeniyamda oxirgi nimasi turibdi, o'sha ekzamen deyapti. Yana 18-aprelda juda katta konferensiya. Unga sahnaga chiqishim kerak. Miyam boshi qaynaydi. Lekin men uni bildirmayman. O'sha etaplardan sekin-asta o'taveraman.